Assalomu alaykum qarindoshlar. Men bu topga yana bir gap qilib qo'ydigan bo'ldim. Bilasizlar, men shu topdan boshqa hech qaysi topda yo'q. Nimaga bu Arslan to'g'riliq, Arslanning qilgan gaplari to'g'riliq bir qancha ayrim gap ketibdi. Men mushagil tashlab qo'ya qolsanglar taqib qo'yinglar qarindoshlar. Bu bo'lmasa har birisi bir qitimdan gap qaytarishga vaqtim yo'q. Arslan bir qancha nuqtada so'zlabdi. Endi bu Arslanning gaplarini men bir qanchasini aytib beray, ammo imzo to'plash harakati bu tashkilotlar imzo to'plash to'g'riliq men Abdurim G'iyni qarinishimizning ekranda tafsiliy to'xtalman. Hozirgi birinchi narsa bu Arslanning degan gaplardagi xatolik va hamoqatlarchi nuqtalarni bir so'zlab o'tay. Birinchisi, bu Dünya Uyghur Qurultiyi mustaqillik qilyapsa, uning tilida qurultiyda, mening tilimda qaysi qurultay ekanligini bilasizlar. Mustaqillik to'g'risida kitob yozyapsa, bular demayli oldiga tushib olgandek bunda chiqibdi. Xabar qilib qo'ysa bo'lmamdi deydi. Debdi. Arslan, biraz azroq olsun vicdanın olsun. Bu imza toplash harakati chiqsa, 5-oyda chiqadigandan hech kimning xabari yo'q. Agar chiqsa-da, bir narsani to'kida oldiga tashlab qo'yib, kimning oldiga kim buzg'unchilik qildi, buningga bir adil saqaling'ich endi saqal qo'yganning hammasini ko'ryapmiz-da. Nima bo'lsa, boshqalarning hurmati bo'lsa, saqalingning hurmatiga biraz adolatlik yaqil. Bu bir. Kim tashlab qo'yib, kimning nimasini buzmanda atadi, buningga adil bo'l. İkincisi, munofiqlar qurultiyi degan fikrimga o'xshaydi. Mening munofiqlar qurultiyi degan nimaga? Gapimga. Men dal o'ylay. Bugun Falastinning boshqarish organi bo'lgan Falastin hukumati Fatah. Yili ham tek bulu qilganni qilmay turib hech kim ishonmaydi. Bugun Fatahning Falastin xalqining manfaati uchun ish qilayotganiga hech kim ishonmaydi. Sen ishonmaydigansan. Ammo shu ishonmaydigan, o'zining xalqining manfaatiga xiloflik qiladi bular deb ishonilgan shu Falastin hukumati jinida two state solution'dan Palestinian statehood'dan, ya'ni Falastinning davlatchiligidan voz kechimiz, biz buni tonimaymiz demidi. Demidi ashlata, demay turib xoin atilyotdi qilayotgan qiliqiga. Sening qurultuying biz millatning vakili deb bo'lib, birdan-bir vakili deb biz mustaqillikni tashabbus qilmaymiz deb 10 yil so'zlab shudi. Agar mushta Fatah qilgan bo'lsa, nima deydi dunyo? Falastinliklar nima deydi? Fatah chiqib, men Falastin xalqining vakiliman, Hamas emas. Ammo men Falastin davlatchiligini tashabbus qilmayman. Desa munofiq demting demamting. Saqalingni tutib gaqilar. Seni vijdoningni tutib gaqil deysam, vijdoningni topolmaysan, saqalingni tutib gaqilar Arslan. Demting demamting. Buni munofiq deymiz shuning uchun. Shuning uchun dedim deb men ekranda ochiq deb qo'ydim. Munofiqlar qurultiyi bu. Birdan-bir vakil biz deb mustaqillik tashabbus qilmaymiz desa, birdan-bir Falastinlikning vakili biz degan Fatahning biz davlatchilikda voz kechishni tashabbus qilmaymiz deganiga o'xshash narsa bu. Shuni qilganmiz munofiq deydim. Buni qilg'ashqa deyolmaysa bu ishki. Hamda bu topladi debsa, o ovozingni uchib yuriydi Avstraliyadagi topda. O bunun Uyg'uriston bilan yoki Uyg'urlarni inkor qilish bilan aloqasi yo'q. U yerdan tanqid qilolmaymiz, boshqa yerdan qilayli deb topda so'zlabsa. Ekraningda shunimi deb qo'ysang olmamdi? Bu Uyg'ur deganni inkor qilgan narsa emas bu. Buni manda tushangil bo'ladi deb degan gapingni illoyi bu biz tarafdagi bolalar to'g'ri chiqib seni rasvo qilish kerakmi? Shuni o'zing desang olmamdi? Hamda uchinchisi, Dünya Uyghur Qurultiyi kuchli ekanay, bir nima ekanay. Dünya Uyghur Qurultiyi degan munofiqlar qurultiyi yo'q, chichangishib burun ko'zga ilmaydigan va bu hukumat qilgan narsani bugun chichangishib o'tirolmay qilishning sababi xalq uyg'onib ketdi. Arslan, buni e'tirof qil. Ma'qulmi? Bo'libmi? Bu narsa nima bo'ladi? Xalqning bir mustaqillik irasi bugun erta hamishni hal qiltamdi? Yo'q. Ammo chet elliklar anglab boqmagan munofiqlar qurultiyining to'sib olg'ashqa, Ilham To'xtining raisini shuni ko'tarib yurib dunyoni aldab yurgan bo'lg'ashqa, Sharq Turkiston tashkilotlarining nima uchun mustaqillik deydiganligini bilib qoladi. Shuning uchun chichanshiyotdi. Ular kelib imzo qo'yolmaydi. Chunki ular kelib imzo qo'ysa mustaqillik desa, inedi kötüge tipido.
Seninkiga tepdi go Arslan. Palestin deb qo'y qolgan uchun enidi ko'tinga tepdimi, tepmadimi? He? Ulumu mustaqillik desa, Go'shmamatning ko'tiga seninkiga tepgandek o'xshash tepidi. Tushundingmi? Ha, uningdan biraz nima bo'l? Biraz saqalingni tutib, biraz to'g'ri gap qil. Mening hozir deydiganim shu, qolgan gapni nima deyishimiz bu Abdurim G'iyni qerindishimiz bilan shunga magipimni taqtib qo'yishni xohlaganlar bo'lsa, taqtib qo'ysanglar bo'ladi qarindoshlar. Rahmat.